Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Bugun sizlar uchun yana bir bora Pavlonia uchun asosiy ozuqa bo'lgan Biagamous haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni bu Biagamous Pavlonia uchun eng asosiy ozuqa hisoblanadi. Ya'ni ekishdan oldin Biagamous tashlanadi. Undan keyingi agrotexnikalarida Biagamous ishlatiladi. Hammaga mana shunday Biagamous Pavloniaga ishlatishda tavsiya qilamiz va klientlar bo'lsa, ya'ni xaridorlar bo'lsa, mana shunday toza, yuqori sifatli Biagamous'larimizdan bor sotuvda. Undan tashqari chuvalchangning o'zidan ham bor. Zichligi juda ham yuqori darajadagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari sotuvda bor. Ya'ni kvadratiga kelishilgan holda dastavkasi bilan kelishilgan holda yetkazib beramiz. Undan tashqari Pavlonia qalamchalariga bir FT Shantong navli qalamchalarimiz bor. Ulardan ham kimga kerak bo'lsa, ya'ni o'ndirish uchun yoki ekish uchun yo sotuv uchun yoki biron bir boshqa maqsad uchun, ya'ni biznes uchun ham sotuvga bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp nomerimiz bor. Kimda kim kanalimizda mehmon bo'lsa, bizga podpisatsiya qiling va bundan tashqari kelajakda juda ham foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Like va podpisatsiyani yo'ldan chiqarmang.